hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati 7 noyabr kuni Sharq Turkiston inqilobining 77 yillik xotir kunini tabrikladi. 1944-yili 11 ayning 7 kuni Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek va tatarlar birlashib Xitoyning G'uljidagi ishg'oliyatiga qarshi inqilob qo'zg'adi va 1944-yili 12 noyabrda Sharq Turkiston Jumhuriyatining mustaqilligini jakarladi. 11 noyabr payshanba kuni Sharq Turkiston Surgundi hukumatiga vakillik qiladigan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokatlari 3-chi qatimliq dalil isbot hujjatini Lahaydagi taftish ishxonasiga topshirib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan Xitoy amaldorlarining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insonlikqa qarshi jinoyati ustidan tekshirish olib berishni talab qiladi. Yangi dalil isbotlarni anglash, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining harakatining nima uchun zarurligini, Yevropa ittifoqining tekshirishga qanday yordam bera oladiganligini tushunish uchun naq maydonni ko'rishingizni umid qilamiz. Amerikalik professor Robert Kaufman Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilib, Amerikadagi nurg'ulg'an sarxil organlarning Xitoyga yon besayotganligini, ijtimoiy taratqush shirkatlari, universitetlar, tantarbiya va ko'ngil ichish kasblari va boshqa shirkatlarning ikkiyuzlimchiligini, hatto Bayden hukumatining bir qism Xitoydan foydalanadigan Amerikaning axloqiy qiymatini gavdalantirish rolini o'ynaydigan o'rinlarining Xitoyning inson haqlari dafsanchiligi va xalqaro qilayotgan zo'ravonlikni ko'rmasga kelayotganligini, NBA'ning Xitoydan yiliga $500 million kirim qilganligini, Hollywood va boshqa cho'ng shirkatlarning kirim qilishda Xitoyga tayinlanganligini, universitetlarning pul topshiradigan Xitoy o'quvchilarga tayinlanganligini, bu qo'sh o'lchamning Amerika ommasini qaymoqtirib, nodon qilib qo'yganligini, natijada Xitoyning tahdidining haqiqiy mohiyatini va darajasini aniqlay olmaydiganligini, davrimizdagi demokratiyaga qarshi eng cho'ng tahdidning qarshisida nimalarni qilish kerakligi to'g'risida keng va cho'nqur o'rtaq tunishni taraqqiy qildirishga to'salg'i bo'ladiganligini, Xitoyning Hong Kongdagi inson haqlari dafsanchiligi, Sharq Turkistondagi millionlarcha Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni jazo lagerlariga qamab, turli vahshiyliklarga duchor qilish qatorliq ahvollarga qarata Jamis va Amerika sarxillarining sukutda turganligini, Adolf Hitler Amerika sababidan Yevropani boshqara olmaganligini, Stalinning so'g'uq munosabatlar urushida Amerika sababidan g'alaba qila olmaganligini, agar Amerika strategiya va axloq jihatda ochiq bo'lganda Xitoyning dunyoga hukmronlik qilishning oldini ola oladiganligini, Xitoy virusining Xitoy tajribaxonasidan eqib ketmaganligiga ishonishning ahmoqlik bo'lganligini, Xitoy kompartiyasining insonlarni qul qilish va insoniyatning hurligiga tahdid ilib kelish uchun kurash qilganligini aytdi. Sobiq bosh taftish William Barr va Texas Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Ted Cruzning Amerikani shaytonlashtirganlar va qo'sh o'lcham qo'llanuvchilarga qarshi turganligiga rahmat aytdi. USNI axborot kanalining analizchisi Maxar tarafidan oshkorlangan sun'iy hamroh tasviri Amerika aviamotkasining Sharq Turkistonda qayta elib berayotgan murakkab inshootini bayqadi. Bu Beijingning boshqariladigan bomba programmasining nishoni bo'lib qoladi. Xitoy armiyasining Teklamakan cho'lidagi o'q etish doirasi oldingi hafta tamomlandi. Qayta yasalgan nishonlar Amerika aviamotkasi va 2 dona Orly Borker qo'g'diqchi kemani o'z ichiga oladi. Mutaxassislar imzolagan yozmada bu ilgirki DF-21 tip paraxodga qarshi ballistik boshqariladigan bombaning dastlabki nusxasini sinab qilish uchun ishlatgan etish doirasiga yaqin yerda ekan. Bu Xitoyning Amerika dengiz urush paraxodini nishonlaganligini tushuntirilgan. Mutaxassislar buning Iran dengiz aviamotkasining Paris qo'ltiqidagi nishonga o'xshamaydiganligini, yangi aslahaning qurilmaliq va murakkab etish doirasining alomatlarini ko'rsatib berganligini aytdi. Amaliyotda paraxodning ustunki qurilmasini simvol qiladigan radar nur qaytarg'ich uchun suratlar emas, yana qutblanma ishlatilgan. Bu Tehrandagi nishon va Beijingning belgilagan ikki nishoniga solishtirganda bir qadam ilgirlash hisoblanadigan. Xalq ozodlik armiyasining boshqarilgan bomba qismlarida ballistik boshqarilgan bomba programmasi bor bo'lib, Pentagon o'tgan hafta oshkorlagan dokladda Beijingning bo'libmi bu qurolli qismlarining maqsadini G'arbiy Tinch okeanining har qaysi joylarida Amerika aviamotkalarini qurollantirishni o'ttirg'a qo'ydi. Taratqular Xitoyning Liaoning o'lkasi Dandongdagi Huayang to'qimachilik va kiyim-kechak shirkatining Janubiy Koreyadan kelgan ishchilarni qonunsiz ishlatganligini xabar qilgandan keyin
Kanadadagi 400 xildan ortiq marka bilan davlat ichida 400 dan ortiq setish nuqtasiga ega Weightman shirkati 2020 yilning oxirida bu ta'minlaguvchi bilan yangi savdo sotib olish zakoslarini to'xtatishni qaror qilganligini aytgan edi. Yaqında şirket bilan tuzgan to'xtamnomani amaldan qoldirdi. Kanadadagi CBC televiziya stansiyasining xabar qilishicha, tilga ilingan zavod qonunsiz ishchilarni ishlatayotganligi to'g'risidagi ayblashlarni rad qilib, mutaxassislarga Janubiy Koreyaga yaqin bo'lgan Dandongda bu xil odatning normal ekanligini aytgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashi ishchilarning qilgan kirimining Pyongyangning yadro va boshqarilgan bomba planini qo'llashga ishlatilishidan ansirab, 2017 yildan boshlab Janubiy Koreyadan ko'chib kelgan ishchilarni ishlatishni cheklagan. Baş shtabi Montrealga joylashgan Weightman Xitoy ta'minlaguvchidan olgan setilmagan kiyimlarni yerlik xayr-saxovat o'rinlariga i'ona qilganligini bildirdi. Hammadan muhimi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millat aholisini majburiy emgakka selishiga aloqador dokladlar Kanada hukumatining bu yil 1-oyda har qanday davlatga majburiy emgakning Kanada va yer shari ta'minlash zanjiriga kirishi va Kanada korxonalarining bilib-bilmay jinoyatning sherikiga aylanib qolishining oldini olish tadbirlarini ilgari surish siyosatini e'lon qilishiga sababchi bo'lgan. Nobel adabiyot mukofotiga erishgan dunyoviy adiblardan mashhur yozuvchi Najib Mahfuz olim o'lmalarda chiriklik ko'rilishi g'aflat besishdan, yo'qsillarning va yo'lboshchilarning chiriklashi munofiqlikdan kelib chiqadi deb yozadi. Agar siyosiy sezgirlik va qat'iyatga qarshi o'rtaq ovoz birligi, ishg'oliyatga qarata siyosiy mavqe birligi shakllansa, o'lima va ziyoli turkumlardan bu xususga qarata haqqoniy tutum, pozitsiya va maydon ifodalansa, aksicha dasturxon ittifoqchiligini, shakli birlashish kelishimlarini sürdürüş bedeliga millatning mavjudlik krizislarga ziyonli rol o'ynaydigan taraflardimi ko'z yumib, sukutni tanlab yashayverishdek jonsizlikni davomlashtiraversa, buning qabohati va mas'uliyati hem vicdan tarafidan, hem tarix tarafidan, hem de millet tarafidan çoqum so'roqlanmay, tarixga yozilmay qolmaydi. Shundaqla har bir fursat va ne'matni qandoq ching tutganlik yoki mas'uliyatsizlarcha sukut qilib o'tkazib o'tganlik yoki fursatni ching tutmay bo'shanglarcha muomala qilganlik qatorliq xususlardan hisob so'roqchi Alloh oldida muqarrar holda javobgarligi surishtisi bo'lmay qolmaydi. Har bir ne'matdan jazman savol so'roq qilmaslar. Takasur surasi 8-oyat. Burhan Muhammedning yozmalaridan ilindi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kökünü Allah için köp rahmet. Kiler kıttamkı programımız görüşkice Allah'a emanet olun sizler.